Assalomu alaykum. Mana bugun biz yangi darsimizni ham boshladik. Bugun biz e, fundament mavzusini tugatib, endi qatlavan qazish darsini boshlaymiz. Xo'sh, buning uchun bizlarga binoning poydevori kerak. Poydevorni olib olamiz va ortiqcha narsalarni o'chirib tashlaymiz. Razmerlar kerak emas. Va hamma narsani o'chirib bo'lgandan keyin xo'sh, mana o'chirib bo'ldik. Qatlavan qazishda nimalarga e'tibor berish kerak? Bu transheya emas, qatlavan. Qatlavan endi transheyadan kattaroq bo'ladi, chuqurroq bo'ladi. Shuning uchun uni xavfsizlik nuqtai nazaridan uning tuproqning qiyaligi, ya'ni qatlavan devorining qiyaligini e'tiborga olish kerak. U narsa qanday bo'ladi? Ya'ni masalan, ekskavator bilan qaziyotganda tuproq tushib ketmasligi, qatlavan devori tushib ketmasligi uchun mana shunaqa qiya qilinadi. Ya'ni mana bu binoning devori bo'lsa, mana bu fundamenti 2 stakanli ekan. Mana bu yer sathi -90 ekan hisobda. Mana bu yerda mana bu devorni qarang. Devor mana bu yerda tekis bo'lib tushmayapti-da, qiya bo'lib tushyapti. Bu mana bu yerdagi tuproq qaziyotganda ag'anab ketmasligi, tushib ketmasligi uchun tagida ishchilar ishlaydi baribir. Fundamentni gidroizolyatsiya qilinadi, fundamentni tekis qatlavan tagini tekislashadi. Mana shunaqa ishlar qilayotganda ishchilarning xavfsizligini o'ylab mana shunaqa qiya qilib qaziladi. Bu qiyalikning razmeri qanday bo'ladi? Mana bu yerda 1,5 metr ekan qiyalik. Boshqa joylarda boshqacha bo'lishi mumkin. Bu nimaga bog'liq? Bu asosan tuproqqa bog'liq. Tuproqning xarakteristikasiga, ya'ni geologlar bizga binoning boshlashdan oldin, loyiha qilishdan oldin tuproqning xarakteristikasini berishadi. Ya'ni geologiya qilishadi, skvajina qazishadi. Har joydan skvajina qazib, u gruntni olib, namunani olib, laboratoriyaga olib borib o'lchashadi va bizga xulosasini berishadi. O'sha gruntning turiga qarab bu konstruktor bu qiyalikni tanlashi kerak. Har xil gruntlarda har xil loyli, gilli, sublinok, supes va boshqa xil tuproqlarda har xil qiyalik olinadi. Bizda endi geologiyasi yo'q bu binoni, shuning uchun taxminan o'rtacha qilib 1 metr olib ketamiz. Avval ishchilar ishlash uchun mana bu o'qdan taxminan bu yerda 2 metr ekan, biz 90. Mana bu yerda ishchilar bemalol yurib ketishlari uchun, ya'ni mana bu yerda gidroizolyatsiya qilishlari uchun bemalol joy qoldirib ketish kerak. Bu albatta shart. Undan keyin qiyalik boshlanadi. Xo'sh, biz taxminan 500 joy qoldiramiz ishchilar ishlash uchun. Mana shunday. Mana cho'zib qo'yamiz hozir. Xo'sh, bu yerlarni ham mana bu yerni cho'zib qo'yamiz. Va shafar komandasi bilan bu yerlarni tekislab qo'yamiz. Va bo'ldi. Mana bu fundamentimiz bizda asosiy emas, asosiy bizda qatlavanni ko'rsasak bo'ldi. Shuning uchun buni rangini boshqacharoq qilib qo'yamiz. Mana shunaqa kul rang qilib qo'ysak bo'ladi. Hammasini joy qildik. Endi qiyalikni 1 metr olamiz dedik. Buning tashqariga tashlaymiz.
mana bu fundamentdan 500 qo'lyapti ishchilar ishlash uchun va mana bu qatlavanning tag qismi va mana bu qatlavanning ustki qismi, ya'ni yer sathi va mana bu yer qiya bo'lyapti. Hozir bu qiyalik belgisini ko'rsatadigan o'zini shartli belgilar bu. Va mana o'sha belgi bu tuproqning qiya ekanligini bildirib turadigan shartli shtrix belgi desak ham bo'ladi. Va mana bu yerda mana bunaqa burchaklar hosil bo'ladi. O'sha burchaklarni hamma joyga qo'yib chiqishimiz kerak. Va mana biz qatlavanning qiyalik belgisini hamma tomonga chizib oldik. Mana shu shartli shtrix belgilar bu yer tepa, bu yer past degan ma'noni bildiradi. Ya'ni qiya degan ma'noni bildiradi. Tuproq qiya qazilgan degan ma'noni bildiradi. Xo'sh, endi qiladigan ishimiz razmer berib chiqamiz. Binoning o'qiga bog'lab olamiz razmerlarni. Xo'sh, razmer berib oldik. Endi qatlavanning chuqurligini, fundamentning balandligini, uning podgotovkasining balandligini, qatlavanning ostidagi tuproqning qatlamlarini bilish uchun bitta razrez olishimiz kerak, ya'ni qirqim olishimiz kerak. Mana bu yerda 1/1 qirqim olamiz. Bu tomonga qarab tursin. Xo'sh, qirqim chizishning oddiy yo'lini o'rgataman. Bitta yo'li chiziqlar chizib olamiz. Mana uzun chiziqlar. Va ularni kopirovat qilib olamiz har bitta tegayotgan chiziqqa. Mana bu yerda o'qqa avval razmer chizib olamiz, keyin fundamentlarni chizib olamiz. Hozir hammasini o'sha bo'lib kopirovat qilamiz. Xo'sh. Bizda yer sathimiz, ya'ni soqil 900 edi. Fundamentimizning podgotovkasining
chuqurligi minus 3600 ekan. Xo'sh, 3600 dan ayiramiz 900 ni. Bizda yer sathidan 2700 pastda ekan fundamentimiz. Mana bu chiziqlarimiz qazilgan qiya grunt. Mana bu kerak emas, kerak emas. Kerak emas. Va mana bo'ldi. Endi fundament, ya'ni podvalning devorlarini chizib olamiz. Fundamentimiz 1 metr ekan. Balandligi 400. Bu подготовкamiz. Mana tayyor bo'ldi. Butonga xuddi shunday. Mana bu joy. Ozgina xato ketibdi. Yo'q, to'g'ri. O'lcham berishda ozgina xato beribmiz. Xo'sh. Mana bu chiziq bizda pol sathi, ya'ni birinchi qavatning poli. 8 cm endi taxminan pol bo'ladi, CHK, kafe, nofelar bilan. Va 220 mm plitaning qalinligi. Va 400 regelning qalinligi. Pol bizga hozircha kerak emas. Arxitekturada ko'rsatilgan pol. Xo'sh, endi bu gruntni chizib olamiz mana bu yerda. Gruntning shtrixovkasi. Qirqilgan gruntning shtrixovkasi. Endi xo'sh, bizda fundament tayyor. Отметкаlarni berib olamiz. Böyle. Saksonu düşürürüz. Böyle. Bunlarını şriftine bakıp kullanmak istedim. Ve asosiy chiziqlarimizni qalin chizib olamiz. Bunu 300 qilsak yetadi. Xo'sh, keyin mana bu yerda ko'p joy qolyapti. Buning sababi mana bu yerda podvalimizning devori bor. O'sha devorni ham chizib olamiz. Xo'sh, o'qdan 500 masofa ekan. Bir ming ellik. Bu fundament.
podval, spust fundament. Spust podval fundamentining podkatokasini tayyorlab olamiz. U 700 ga 100 edi. Endi fundamentning o'zini 500 ga 400 edimi? Buni aylantirib olamiz. Shuncha shunday edi. Endi devorning o'zini ichiga olamiz. Devorning qalinligi 100 edi. Bu devorning balandligi qancha bo'ladi? Ya'ni yer sathidan ana yomg'ir suvlari, qor suvlari kirib ketmasligi uchun yer sathidan 20 mm, 200 mm ko'tarib qo'ysak yetadi. Baribir yomg'ir suvlari yer sathidan bir qilib qo'ysak, yomg'ir suvlari baribir kirishi mumkin-da. Mana shuni oldini olish uchun salgina ko'tarib qo'yiladi. Xo'sh, endi gidroizolyatsiya qilish kerak. Xo'sh, bu katta bo'lib ketdi, ozgina kichkina qilamiz. Yana yetadi menimcha shu. Fundamentga ham xuddi shunaqa. Razmerini bir qilib qo'yamiz ikkalasini. Va bo'ldi. Va bunga yozib qo'yamiz. Gidroizolyatsiya deb yozib qo'yamiz. Menimcha to'g'ri yozdim. Xato bo'lsa keyin to'g'rilaymiz. Bo'ldi. Xo'sh, endi bitta narsa qolib ketdi. Aslida bu shunday katlavonni qazib, shunday podgotovkani qo'yib, beton fundament qo'yib yuborishmaydi. Aslida buni geologiyasini olib, geologiyasiga qarab, xulosasiga qarab fundamentni qo'yishadi. Agar geologiya olgandan keyin gruntning tarkibi yomon bo'lsa, yuk ko'tara olish qobiliyati past bo'lsa, grunt, ya'ni asos tuproq o'sha yuk ko'tarish qobiliyatini oshirish maqsadida zichlanadi yoki boshqa joydan sifati yaxshi bo'lgan tuproq olib kelinadi va boshqa ishlar qilinadi. Biz hozir bularning hammasi tuproqning yuk ko'tarish qobiliyatini oshirish uchun, ya'ni binodan juda katta yuk tushadi. O'sha yukni tuproq ko'tara olish kerak. Agar ko'tara olmasa, bino cho'kadi va bino cho'kishi natijasida bino yorilishi mumkin. Agar bir tomoni cho'kib, bir tomoni cho'kmasa, u binoning o'rtasidan dars ketishi mumkin, ya'ni yorilishi mumkin. Bu esa juda xavfli hisoblanadi. O'shaning maqsadida agar grunt yaxshi bo'lmasa, u zishlanadi. U zishlash qanday bo'ladi? Masalan, mana shu bizning tuprog'imiz yaxshi chiqmadi desak, katlavonni mana shu yergacha qazishadi, mana shu atmetkagacha va qazib bo'lingandan keyin hamma tuproqni tashqariga olib qo'yishadi, tepaga, ya'ni tepaga chiqarib qo'yishadi va mana bu yerga, mana qalinligini ko'rsak 20 sm. Mana shu taxminan 20-25-30 sm tuproq tashlanadi, yana katlavning ichiga tashlanadi. U katok mashina bilan zichlanadi, yaxshilab zichlanadi, suv sepiladi, zichlanadi. Bir necha marta katok zichlagandan keyin o'z bizga kerakli zichlikni olgandan keyingina yana tuproq tashlanadi katlavonga
Katlamga yana tuproq tashlanadi, suv sepiladi, zichlandi, yana xuddi shu ishlar bajariladi. To o'sha bizga kerakli zichlikni olguncha. Bizda hozir mana shu chizganimiz 3 qatlam. Taxminan shu yetadi agar guruchning yuk ko'tarish qobiliyati past bo'lsa. Boshqa obyektlarda, masalan, hisob-kitob ishlari bilan qaraganda ko'proq chiqishi mumkin bu qatlamlar. Masalan, hozir bizda 60 santimetr, 1 metr chiqishi mumkin, 2 metr, 2,5 metr shunaqa chiqishi mumkin. Agar juda ham ko'p chiqib ketadigan bo'lsa, hisob-kitob, undan ko'ra yaxshisi splashma, ya'ni yaxlit beton qilib, yaxlit fundament quyib yuborishadi. U arzonroq tushadi. Shuning uchun fundament bu binoning asosiy narsasi, asosiy konstruksiyasi, unga e'tibor berish kerak. Fundamentni yaxshi qildingizmi, siz binoni yaxshi qurgan hisoblanasiz. Agar fundament noto'g'ri qilingan bo'lsa, noto'g'ri hisob-kitob, noto'g'ri konstruksiya qilingan bo'lsa, u juda yomon oqibatlar olib kelishi mumkin. Shuning uchun asosan fundamentni yaxshi qilish kerak. Hamma zichlikni olgandan keyin bu laboratoriya qilinadi. O'sha mana shu qatlamlardan har bittasidan namuna olinadi va u pressda olib borib laboratoriyada sinaladi. Pressda siqiladi. O'sha zichlikni bergandan keyin ular grunt, ya'ni tuproq, qatlaman endi shu fundament shu binoga mos deb xulosa berishadi va shundan keyin podgotovka qo'yishadi, fundament qo'yish ishlari boshlanadi. Ungacha qilinmaydi. Bu ishlar boshlanadi. Xo'sh, endi biz tuproqning zichlangan qatlamini beramiz. Beraman. Böyle. Xo'sh. Bu podvalning poli taxminan 10 santimetr istashga qilsa yetadi. Mana bu ochiq joy qolib ketadi. Buni ham zichlab, tuproq to'ldirib yoki sheven to'ldirib mana shu joy to'ldiriladi. Buni 3 ta 200 dan desak, ustalarning o'zi tushunib oladi. Xo'sh, yana nimalar qoldi bizga? Bu plitaning ustigacha bilgan masofa. Bitta atmetkasini berib qo'yamiz. gacha qazisharkan qatlamani. Mana joyga qilib ko'rsangizlar, bizga to'g'ri keladi mana shu. Xo'sh, yana nima ishlar qoldi? Mana bunaqa. Atmetka pola первого этажа, birinchi etajning poli ekan. Hamma narsa qurilishda hammani atmetkalar balandlik, ya'ni birinchi etajning polidan hisoblanadi. Bunday qilib qo'ysak ham bo'ladi. Xo'sh, yana bu narsaga yo'q, fundament chizganmiz, shuning uchun qo'ymasak ham. Mana bu narsalar katta kerakli qilsak ham bo'laveradi. Qolganlarni
Fundamentning bu yerga deyapti, katlavanning chuqurligi 4200 to'g'ri. Fundamentning podushkasi deyapti. Bizda 3600 metr kerak ekan. Minus 3600. Xo'sh. Bo'ldi, menimcha. Va mana shu yerda darsimizni tugatsak ham bo'laveradi. Bugungi darsimiz katlavan bo'ldi. Xo'sh, keyingi darsda endi mana shu yergacha ko'rganlarga bitta savol. Keyingi darsda qanday mana shu binoning nimasini ko'ramiz? Qaysi konstruksiyasini ko'ramiz? Endi birinchi qavatdan past qismini endi bitta narsasi qoldi, ya'ni fbslar devori. Nechta fbs ketishi, qancha armatura, qancha sesa poyez ketishini hisoblash qoldi. O'shani hisoblasak, birinchi etajdan pastki konstruksiya hammasi bo'ladi. Keyin tepa etajda qoladi. O'shalarni yana davom ettirib ketaveramiz. Endi agar kimgadir qiziq bo'lsa, keyingi darsda nima konstruksiyasini qilishimizni yozib keting. Shunga qarab darsni davom ettirib ketaveramiz. Xo'sh, bugungi darsimiz katlavan bo'ldi. Xayr, salomat bo'ling.